Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Obat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida antildi. Ajin Qadrdondan qarz olgandan keyin kira mashina 7 bo'lgan edi. O o'zining maxsus qo'ro joyi bo'lmag'achqa, mashinalarni Mashal mehmonxonasining par qozonlari o'rinlashgan orqa qo'rosiga qo'yib, ijara puli to'laydi. Lekin har qatim yuk tashish safariga chiqqanda o'zi berib yoki telefon orqali xabar qilib o'tadi. Shunga o mashina qo'yish o'rnida cho'qim remontchilik ishlari bilan mashg'ul edi. Qadrdon bormoqchi bo'lib, amdili yo'lga chiqishi. Yaqub hojim non silingan sulyo xaltini ko'tarib kelib qoldi. O, "Ha, kelganmidan" degenicha Qadrdonning murisiga qo'lni qo'yib, uyiga boshlab kirdi. Bu yerlik uylar bo'lgani bilan par bilan istilatdi. Shunga davomli bir xil haroratda issiq turardi. Hojim bilan Qadrdon chaponlarini selib, ko'ni divonga kelib o'tirishdi. "Nega ketdingiz?" dedi Qadrdon ho'miyib. "Abduldek uyda o'tirmaslik bo'psiz. Orliqda bir qatim kelib topolmay ketdi." Tamoq yeyib olgan. Seni qo'shning qandoq?" "Qiziqqina choy ichayliklar. Men bu katta ziyofatdan keldim." "Voy, qolchiqsan. Kimning ziyofati ekan u?" "Heli deb berma." Ular yotoq o'tirsiz sharani qo'yib, hojim o'zi yasalgan kichik o'rindiqlarda o'tirishdi. Yerida tavidan chiqqan issiq nonning puruqi uyni mazalik hidga to'ldirdi. Tamoqdan keyin qiziq choy ularga rosa issiq bosdi. "Mushkullarda qarog'ni ko'rsatmasa bo'lib ketding-a?" dedi hojim chayni to'lab etib. "Qandigina? Nima ziyofat ekan u?" "Xudoyimning ba'zi kunlaridan o'rgilib ketay. Ba'zi kunlarining ko'tiga tepay deb bugun tushda Grishnan bilan qo'rsiqni to'yg'izib tursam, sizga dapagan heliqi yon xo'jayin ziyofat ketdi." Qadrdon ziyofat jarayonida bo'lingan to'xtam ahvolini, lekin to'xtamning ati tuzildiganligini so'zlab berdi. Yaqub hojim qop-qora Kavkazcha burtini salab, xeli vaqtcha gap qilmadi. Uning og'ziga qarab, bo'yni kelib ketgan Qadrdon taqat qilolmadi. "Yaqubga, ko'nglimga mundoq plan kelyotdi", dedi Qadrdon. "So'ngra ben 240 tonna mal va vagonning kira haqlariga tang pulni bankka qo'yib chekni menga bersa, maxfiy nuqulni bilmagachga men pul ololmayman. Unida chek bo'lmag'achqa uni ololmaydi. To'qiyapsa." Varqirdi Yaqub hojim. "Tek qandoq katta plan keyin deb ketibman. Sonra ben birer idaredan tonishtirish edib, muncha 100 ming so'mlik chekim yo'qoldi. Maxfiy numar muncha desada, chekshining qo'lida turibla o'lmamdi. U yana pulni saq emay berdi." Bundaqmi ish bo'dan? Qadrdon jimib qoldi. "Amsa to'xtam tuzmaymi?" "Tuzgan. 6 oy yoki 3 oydan oshmasa." Hojim ma'lumni tatlab yana birdan to'di. "Lekin har ishkimla o'xshash nisbatda bankaga pul qo'ysizlar, ham bir ultimatum topshirsizlar. Unida ikki odam birlikda kelib pulni ola oladigan, yolg'iz kelsa berilmaydigan shartni asos qilsizlar." "Ya Alloh hojim, kalningiz pilimotda ishlayjimi? Bu planimiz bo'lib qolg'idek. Undaqda So'noban men So'nobandan xotirjam bo'lg'idekmiz." Yaqub hojim Qadrdondan qarz olgan 2 oydan beri 7 mashina bilan Janubiy Xinjiang, Shimoliy Xinjiang va Sharqiy Xinjiangga kech kunduz yuk tortdi. Hatto Olmutodun oq o'g'it, beton jozisiga ishlanadigan ziqchi temir yetkadi. Bu jarayonda u xilal obdan pul topdi. Shunga shoferlarning maoshidan sert ularga mukofot puli tarqatdi va korruptlik ishdan ko'nglik sovuq qoldi. O Qadrdonga rahmat aytib pulni qaytarib berish uchun tunigun bankidan pul ajratgan edi.
Yaqubqa, aldırab nemi kaptı? Qadırdan qetiq almadı. O'rinchilik pul degan sizda turdi nima? Menda turdi nima? Agar arzon o'zi yaxshi mashinalar uchrab qolsa, sendan yana qarz olamajmi? Yaqub hojim 80 ming so'mni sheraga qo'ydi. Sana deydigan yana bir gap. Xolmat qarim qarz so'rab 2 qatim keldi. O Yunnanga ko'p uzum yetkemoqchiga. Puli yetishmay qopti. Yeliqi tepkish soqol so'ymi boshma? Tuzi gap qila. O degan 30 pora Qur'onni yod qolgan katta qarim. Voy, mush gapni 30 qatim dedingiz-ku deyman. Bunu yod olgan bilan dilig'i sanmisi beka. Dilig'i sanmaydiganligini sen nereden bilese? Qadaq, qarz berib turamsa. Qancha pul so'rayotdi? 50-60 mingdan gapini qilyotdi. Amsa mush pulni beraveram. Qadrdan sheradagi pulni ishora qildi. Oshqimni bankka qo'yib, chekini saqlab qo'ysangiz bo'lmadimi? Hey, sen qachonmi pulning qadriga yetasan? Hojim terikdi. Pul degan putungdagi sesiq paypoq emas. Heli selib tashlab, heli kiydigan. Pul seninkan, Xolmat qarim sening qo'lingdan elib, o'z qo'ldan hujjat yozib berish kerak-da. Voy, nima avorchilik hamda? Sizda berib qo'yma? Yo'q. Atlatin Xolmat qarimni boshlab opirma. Ular talash tartish qilib turganida kalta cho'nchan yakdak salli to'pi kiygan Xolmat qarim salomning cho'ngini qilib kirib keldi. Qadrdan uning salli to'pi ostidan ko'rinib qolgan oq shapaq to'ppisiga, do'qumanglay oq seriq sidam yuziga, qosh kirpiklarining tayini yo'q iskatsiz chiroyiga, enik uchiga tepkishga qarab ichidan g'ijinib ta'tir qarab oldi. Bah, dedi Xolmat qarim alqonlarni o'ylab. Ta'laydi dong-dong, ta'limaydi bong-bong degandek, ta'lay kelganda ishtonni qo'ng'i tortib keldi. Mana, qadrdonni nerdan topaman degan g'amda kelib edim. Xudoyimning iltifotini ko'rgandigan. Rastayli qarim. Yaqub hojimni gapga ko'z chiqardi. Ta'laysiz talqon esa bo'ron kelib uchirib ketsa. Sizlar talqon yeganda yomg'ir yog'ib, namdab berdigan emasmi? Bah, ajab dona so'zlaylar. Ajab lamlari hasal bol. Xolmat qarimning bunda qushqoch tillarining chiqib ketishi sherada dastlaklik turgan pulning qudratidan bo'lib o'tadi. O necha qatim kelganda Yaqub hojim qadrdonning o'z qo'lidan olsalar deb turgan edi. Mana endi her ikkisi bahona sabab ko'rsatilmaydigan xalt ko'chida tutildi-da. Xolmat qarim Turpandan 8 bo'lgan. Ya'ni 880 tonna ko'k uzum olganligi. Hozir kiradan sal qisilayotganligi. Kira puli hal bo'lsa, darhol Yunnan o'lkasining Kunmin shahriga yetkazadiganligini bo'ynini qisqan holda so'zlab o'tdi. O'zlariga qancha pul lozim? So'radi qadrdon. Qani tortinmay davaslar. O'zim va sheriklarning chiqimi kira haqqi bo'lib 60 ming bo'lsa yetib qolarmikin deyman. Bo'ladi, undaqda mush puldan sanamazlar. Qadrdon shiradagi pulni ishora qilib edi, Yaqub hojim qo'lini ko'tardi. Avval rasmiyat bo'yicha qancha pul, persenti, qancha vaqtliq deganlarni yozib hujjat qilsalar, dedi Yaqub hojim qog'oz qalamni shiraga qo'yib. Bu sodadagi aqalli savodqa? Xo'sh. Behamdullah barhaq. Xolmat qarim qo'llari titrgan holda hujjat yozib, bosh miltiqini qutidagi qizil suruq paturdi-da, hujjatga Xolmat qarim degan ism ustiga bosdi. Qadrdon hujjatni Yaqub hojimga berib, o'rnidan turdi-da, soatiga qarab talog'i yugurdi. O'yladi ketib o'tib,
Hacimka maktabga mandan ati to'xtamning natijasi to'g'riliq yana kelaman debla chiqib ketdi. Degandek, u atisi atiganda g'arbi diyor, Qo'mirtosh, musulmonlar shirkati qatorliq joylarni aylanib, 8 qoqchining mollarini tekshirib, zakolat topshirdi. Chunki u Qo'mirtoshning xo'jayini Lo'ng'og'onbosh bilan tuzgan to'xtam bo'yicha 2 oy ichida 1000 tonna sortliq qoq yetkazmasi bo'lmaydi. Mana u vazifaga so'ng xo'jayinning to'xtamini ustilab qo'shilash oldi turadi. Ya'ni kelib, Daxiyandagi Yangtaqir boshqa va'da qilgan 800 tonnaning ozg'ini chalis qolgan edi. Qadrdan doktorxonadan chiqqan 7-8 kun ichida Sattar bo'g'ay boshliq 10 necha dehqonning melini g'arbi diyor Qo'mirtosh Daxiyandagi xo'jayinlarga o'tkazdi. Biroq bu naqd etilgan mollar edi. Ambilikda to'xtam bo'yicha o'tkazilgan mol manbalarini qazmasi bo'lmaydi. Qadrdan bozordan tushga yaqin qaytib, Putturlar muhojirlar mehmonxonasiga bordi-da, so'ng xo'jayin bilan to'xtam tuzdi. Ular Yaqub hojimning plani bo'yicha har biri 300 ming so'mdan bankaga qo'yib, tang kelib, tang elish. Bo'lmasa, banka hech qaysisiga pul chiqarib bermaslik tuzumi kategoriyasiga kirgizdi. Hatta chekmo bankining bexatar sandig'ida saqlangan. Pul egallari faqat maxfiy nomer orqali ish bajaradigan bo'ldi. Bir vahimalik yukdan xalos topgan Qadrdan qaytib yotoq oldiga kelganda Sherzod bilan Oygul uni saqlab turardi. Qadrdan ularni yotoqqa boshlab 5000 so'mni qo'liga tutqizdi. Sherzod hujjat qilib beray dedi, Qadrdan unmadi. Sizlarning qanday odam bo'lishinglardan qat'iy nazar, dedi Qadrdan jiddiy talaffuzda. Bu pulni men sizlarga o'z ixtiyorim bilan beryapman. Lekin sizlar bu ahmoq dotni ajab quvvatda o'qtab masxara qilsanglar, xatolashgan bo'lsizlar. Chunki odamlarning insof diyonatini, pok iymonini, vijdon g'ururini taroziga selib beqish uchun 5000 emas, 5 million xajlasam arziydi. Qiz yigit qo'l qo'shtirib ingishgunicha beshini chayqab mo'l-mo'l yosh to'kishdi. 11-bob. Qadrdan 2 kun yo'l mengib 4 vagon hal qilinmadi. Uning kirmagan idora ishxonalari qolmadi. Poyezd stansiyasining kasbiy bo'lim, ishlab chiqarish bo'lim boshliqlarining hammasining tuburini tutib boqdi. Lekin 4 vagon chetish masalasida ularga ko'ngilni xo'shaqmagandek qiladi. Chunki oldin ola pul xarjlagan millioner savdogarlar yuk tashish poyezdlarining vagonlarini egallab bo'lgan edi. Qadrdan salpayg'inicha Yaqub hojimning uyiga keldi. U bo'lgan ahvolni so'zlab bergandan keyin hojimning qo'shimlari bir pas turildi-da, lappid ichirdi. "Hey, Mahillik savdo kooperativining sayg'iyani Mahmud Urumchi top setish bozorlarining melini qimmat ko'rib, maxsus ishbirdan degovor qiladi. Uning munosabat doirasi kam. Yo'li bor sayg'iyan. Berib qolsa ya. Undaqda ikkimiz birga bo'lsa qanday? Sizning hurmatingiz bor hojim bo'lgandan keyin. Hey, bu ishda hurmat, izzat yuz ketmaydi, uqdingmi?" Hojim sirliq qiyjaydi. "Texe hal bo'lishga tegishli ishmi? Orqaga yenib ketishi mumkin. Qanday deysiz?" "Chunki mening oldimda topan haqqi bersiz deyalama." "Ha, uqdim." Qadrdan beshini geldanlatdi. "Amsa o'zim boray." Qadrdanning vagon hal qilish masalasi osonli hal bo'ldi. U Mahmudga oyda 5000 so'm topan haqqi berish usuli bilan 4 vagonga yuk besish huquqiga ega bo'ldi. Bu xabardan xo'shal bo'lib ketgan so'ng xo'jayin tavuzdek pul tiyib chiqqan qo'rsiqini silab, yotoq ichida necha qatim cho'rgilayotdi. "Hey, yura, mashina chiqar. Bir yerga boramiz." "Nega boramiz? Qo'rsiqim to'q. Tomoq yeb keldi." "Ay, mening qo'rsiqim to'q. Men sana bir tumanlik nechuqur kiyim beray deyman." "Nima? Kiyim beray?" Qadrdanning og'zi o'chiqli qoldi. "Kiyim olsa, mendan pul bor. Ishonmasangiz, mana qarang."
Qadrdon Xolmat Qorimga 60 ming so'mlik qarz berib, oshqon 20 ming so'mni chopinning ichidagi ikki yanchig'iga bo'lib selib qo'ygan edi. Oddiy, ko'rimsiz bir bola bilan dodi muomala qilishdan sal nomus kelgan so'ng xo'jayin qadrdonni oliy kiyimlar bilan yasab, uni esil bayzodiga aylantirmoqchi edi. Shunga u qadrdonning do'lisdan papiliginicha pastga olib tushdi-da. Oliy darajalik Nissan mashinasiga soldi. Ular Changjiang yo'li bozorga kirganda mashinadan tushib, rangi ham shakli chakana emas oliy darajalik chamadondan ikkini elib, mashinaning orqa o'rindig'iga tashladi. Xazinasi. Mashinani ancha ishga qaydamaydigan so'ng xo'jayin yenida o'tirgan qadrdonga tashqi ko'rinishning roli, ahamiyati, esil zotlar o'rtasida paydo qiladigan haybati ham foydasini so'zlab ketyotdi. Uçağına kelgan 1000 yoki 2000 so'mlik mayka, putundagi 100 so'mlik oyoq, barmoqlardagi 100 yoki 200 ming so'mlik olmos ko'zlik o'zik necha millionlik sodini ravolashtirdi. Boshqalar cheksiz hurmatni muomala qiladi. Aynindo ham ishonch paydo qiladi. Mundaqda. Mantiqi so'di bilan kiyimning nemishi deb yuribdimi? Bo'lmasa, yangilganmi burun aytgan? Lekin men sal qarabdimi? Oddiysi, sen birer to'xtam tuzishga, shundaqli sodigar xirirar chaqirish so'rovlariga ko'cha avtobusi yoki taksida borsang, sana hech kim e'tibor qilmaydi. Agar o'zingning esil mashinangda bor ekansa, o chaqda hammaning ko'zi senda bo'ladi. Hurmat inovating tog'dek o'sidi. Mana bu so'di bilan shug'ullanadigan odamlarning diqqat qilmasi bo'lmaydigan mezonlari. So'ng Jejun bilan qadrdon Doshimindagi mashina to'xtatish maydoniga kirib, mashinani aplik bir yerga to'xtatgandan keyin Do'xmishdagi hayratlik turlik mallar magaziniga kirdi. Ular kiyim-kechaklar dunyosiga cho'kkandan keyin so'ng Jejun ko'rinishi oddiy, rangi odatdagidek, lekin alomat qimmatbaholik mallarni elib ta'lim kastirishga boshladi. Biroq kostyum burulklar qimmatligiga beqib haqiqatan esil edi. Ular xillab olgan mallarni quchoqlab opirib peshtaxtaga qo'ydi. Mas'ul xodimlar uni hisoblab bo'yicha so'ng Jejun qadrdonga kiygizib beqib, xo'p kelgan ikki oyoqni 1300 so'mga elib ta'lim kestirdi. Ular 13 ming so'mlik kiyim-kechak, oyoqlarni ikki chamdonga qachilab chiqib, mashina ichiga qo'ygandan keyin so'ng Jejun qadrdonni zibu-zinnat magaziniga boshlab kirdi. U aynak jihozlar ichidagi aranchi ayolcha o'zik, bilazik, zanjir, bo'laklarni ko'rib, birdalla mulozimatchi qizga yeshil zumrad ko'zlik aranchi o'zikni elishni buyurdi. Ham uni ko'zga yaqin akilib, bir hazon sinchilab qargandan keyin qadrdonning qo'liga selib ko'riblar, pah-pah zap yarashdi dedi, mulozimatchi qizga ta'lim ketishni buyurdi. Ondan kasirga 3800 so'm to'ladi. Qadrdon xafa bo'lgan edi. O kulib turib, aslida bugun men sana bir tumanlik kiyim-kechak elib berishni qaror qilgan edim. Lekin sen qat'iy olmading. Shunga uzuk bo'lsin elib berib, o'z qo'limni bazada qutuma. Shu kuni so'ng Jejun qadrdonni yotog'igacha akilib qo'ydi. U yotoq ichiga bir qo'r zan selib, chiroylarini ko'rishtirdi. Qo'lyog'lig'ini elib burniga tutmoqchi bo'ldi-yu, qadrdonning ko'nglini ayidi. Shunga yotoq ichida chidab orolli o'tirdi. O qadrdonga kunlikka 8 so'm komandoribga, 15 so'mdan to'van yotoqda yetishga ruxsat qilinganligini anglab, quloqlariga ishonmayla qoldi. O g'azab ochiqida nimalarni deb, nimalarni qo'yganligini o'zini anqirolmayla qoldi. Qandoq deb bo'lumsiz odamlar. Agar qadrdondek oyog'i itdek, tili tatliq, zehni o'tkir, qo'ldan ish keladigan sayg'oylar ishkirdagi xo'jayinlarning qo'liga tushib qolsa, bu herdek e'tiborlab, millionlar boy bo'lib ketmandi. Hergiz bundoq istiqatiga solib qo'ymaydi. Texim o'sha yotoq uchun yenidan 20 so'm xashlasa, oshtamog'ini asosiyatdan o'zi ko'tirsa, kiyim-kechaklarni yonchug'idan pul chiqarib olsa, oyliqiga 330 so'm maosh belgilab bersa, elimni o'sha bola ishlaydi-ku. Bu qandoq qulluq edi? Odam ishlatishni bilmay turib,
qandaqmi ro'naq topqili bo'lsin. Biror zavod, korxona yoki shirkat, guruhlar bo'lsin, u bir bino. Shundaqli g'oyat zo'r ko'rik. Ularni dasturg'izib, hayotiy kuchga ega qiladigan, qo'shimcha tarak ham tayanchlarni mustahkam tutib turadigan, barliq ushaq elementlarning rolini joriy qildirib, uyushtiradigan asosliq jon to'lur bir ko'rik bo'ladi. İdari jamiyatning rahbarlari, zavodkan, korxona boshliqlari, har qaysi shirkat xo'jayinlari, ilmiy tadqiqot, maktab va doktorlarning ilm nopozliklari ularning bir to'rikdir. To'rikning ojiz yoki mustahkam bo'lishi ashu kollektivning hayot mamotiga bog'liqdir. Shunga shaxsning bo'libmi iqtidorli rahbarning roliga hargiz hal qarg'il bo'lmaydi. Janshal Yangapandi odatdagi fuqarolar safasi emas, mansabdorlar safasida davlatning taqdirida hal qilg'ish rol o'ynaydi. Bu ijtimoiy qonuniyat temir qonun deb bekor etmagan. So'ng Jejongning g'azablik nidolari qadrdonni o'ylantirib qo'ydi. Lekin amal qancha? Mushu atom davri, nur ilmi davridami yurtidagi safasiz mansabdorlar o'tirsida qo'lliq ideya hozirgacha tugamayapsa. San'atning mansibi amatnikidan 1 santimetr emas, 1 millimetr past bo'lsa, san'atning amatga bo'lgan xo'shamitini demayli qo'ying. Qadrdon So'ng Jejongni o'ylig'icha uzatib chiqdi. So'ng xo'jayin mashinaga chiqish oldida qadrdonning qo'lini tutib turib, uningga madad va ilhom berdi. Unda qozonga mundaq cho'mish degan gap bor. Sening fidokorligingni ular xo'rlagan ekan. Senmi bag'ringni tosh qo'y, dedi So'ng Jejong ig'ir talaffuzda. Tamoq, yatoq, turmush pullarini ashularning avatgan mollaridan yunib turib chiqa. Bir tiyin, 20 tiyin o'tkazma. Mardlikni tushunadigan mansabdor bo'ladi. Uning aksicha, sen himmat qo'lini ochgan sari mendan qo'rqdi, menga xo'shamat qilyotdi deb ta'tirsiga tushunganlar yo'q emas. Bu islohot davri. O'z iqtidorining hurmatini qil. Avlodingga maishat qoldir. Rahmat So'ng apandi, dedi qadrdon ta'sirlangan holda. Siz asli qoqsodigar bo'lmay, bir nazariya olim bo'lsangiz yarashadi ekan-ku. Qoqning gapini chiqarib yana yodimga soldi. So'ng Jejong kulib o'tdi. Ishkirga ma'nigan 4 vagon qoq o'z yo'lida mengayversin. Ularni boshqa ishonchli deb qargan qoq bo'lsa, yana menga o'tkaz. Voy, nemancha osh ko'rsiz? Qadrdonmi kulib o'tdi. Onsam 4 bozordan tinmay qoqoldi ekansiz. Buni so'rab qoldi. Men qoqiyami bo'lkisi, pranik, qatqat, qoqbalish, shokolad, har xil qoq konservalarini pishiqlab ishlaydigan zavod, korxona, shirkatlardan bir qanchasiga mol yetkazib berma. Ularning xom ashyo bazasi Xinjiang boshqa yerlardan chiqadi. Lekin Xinjiangning kerak sarxil ham arzon emas. Qadrdon So'ng Jejongni uzatib o'tib, O'snarixon jannat ne'matlari oshxonasiga kirdi. U ozroq bir nima yeverib maktabiga bormoqchi edi. Lekin oshxonada xaridor ko'rinmaydi. U nega ketganda bu xalq deb turishi oshxona hovlisidan varqirash-jarqirash ovozlari, nimalarning bir paloq-puluq, taroq-turuq qilishlari anglandi. Qadrdon asta berib orqaga o'tadigan kichik eshikning yo'chiqidan qaradi. Tarchuq hovli o'rtasida bir kallik odam xambos o'yini o'ynayotdi. Xambos o'rtasida o'nsiga yotgan O'snarixon xirqirab yig'laydi ham og'zini buzib tillaydi. Uning qo'rsig'iga minib olgan Asad arvohning qo'lida chaqqong'ini paltib turadi. Lekin uningga aboq to'xti Kozim zo'r oyla esilib olgan edi. Qiyrimada zodi ko'ramsa, bermamsa. Asad arvohning og'zidan oppoq mazg'ablar chachirmoqda edi. Buni ayab osmonga beramtam, Dilqut xazinasi. Uni necha qiz ko't. O'snarixon bigiz qo'lni shiltadi. Men seni qachongacha boqaman a? Ko'zimni yet. Hazilak, endi sana beradigan tamaki yo'q. Mana emsa.
Asad arvoh qo'lidagi paltini qor quyuq shiltig'iladi. Biroq uning qo'liga Kozim Abaq to'xtala esilib olg'achqa, bu ojiz arvoh paltiliq qo'lni tortolmay, o'zi paloq-puluq yiqilmoqda edi. Hammaning tegida qolgan O'snarxon Zul'ayning yo'lishi bilan o'rnidan turibla uyga qochgan edi. Asad arvoh uning orqasidan ushqandek kirib ketdi. Endilikda uy ichida varqirash-jarqirash, guldur g'alabla avjiga ko'tarilib o'tadi. Odatda yavaş, muloyim, gaplari siliq sipoyi ko'rinadigan Asad arvohning bugungi alfozini ko'rgan qadrdon ko'ziga ishonmayla qoldi. U oston mong'inicha oshxonadan chiqib ketayotganda orqa hovli eshigining dahshatlik echilib yepishlardan cho'chib orqasiga qaradi. Chiroyi kaslanchiqdek batrang bo'lib ketgan O'snarxon oshxonaga etilib kirishi, uning orqasidan polt ko'targan Asad arvoh ushqandek yetib keldi. U poltni birni shilsa, O'snarxonning kallasi balkim ikki pora bo'lib ketdi. Ammo qadrdon uni kapli qilib orqadan quchoqlab oldi. U bir ikki qatim bo'ljunib shipirlab bo'g'icha Abaq to'xti Kozimga kelgancha go'pli qilib ostiga bosdi. Bu fursatni g'animat bilgan O'snarxon Asadning yuziga changal soldi. Bu chog'da orqa hovlidan ana deb varqirganicha yetib kelgan Zul'ay qadrdonni ko'ribla yuzlarini olqonlarda qamallig'icha yana orqa hovliga yugurib kirib ketdi. Qadrdon qo'rsqi och peti maktabga mangdi. U taksida ketib o'tib, universitet atrofidagi oshxonalarning birarida tomoq yeyishni o'yladi. Qo'rsoq ochlikda uning ochiq xiyollarini unutildirolmadi. Ko'z oldida yuzlarini etib yig'ilgancha orqa hovliga kirib ketgan Zul'ay ayon bo'ladi. To'g'ri, Zul'ay eski qiz emas. U ham chiroyli, ham ko'ngli yaxshi qiz. Biroq uning oilasi go'yoki och qolgan bo'ri o'g'isi. Bu o'g'dan yondab o'tib ketishga bo'ladi-ki, kirgili bo'lmaydi. Kirgan odam sog' chiqmaydi. Shundaqdimi Zul'ayga bak o'g'il bo'ldi. U qadrdondan nomus qilib, orqa hovliga qechib kirib ketdi. Endi qadrdon iloji bor bu jannat ne'matlar oshxonasiga kirmaslikni o'yladi. Onamning yo'qligidan kirib solgandimi? Tamoqini yeb, pulini to'lab, putining uchidan boshqa yerga qaramay, tamoqxonadan chiqib ketishni ko'ngliga pukdi. Qadrdon oltin ochqichdagi 3 soatlik o'qishini tugatib, musofirlar mehmonxonasiga kelganda soat 10 ga oz qolgan edi. U amdili bino koridoriga kirishi, navbatchi bo'limdagi qop-qora vijik ayol Potamxon oldiga yugurib chiqdi-da. Odati bo'yicha qo'llarini shiltib, ko'zlarini o'ynatib so'zlab ketdi. "Oy, achchig'i yaman jeni bo'sh bola saygiya. Seni topmak ajab taskina. Qachonli chiqsam yatqin quluplaqliq. Talatsizdan uy tutib oldingmi ya? To'kining qo'yib bermanda? To'q qildim xudoyim. Ma zamanda odamning o'g'imi menga chiqibdi meni. Voy Potamxocha, gap bo'lsa shaptisizlar, odamni tillavermay," dedi qadrdon og'zini to'sib asnigash. "Mushturqinda uyqum kip o'lay dedim. Oy, kechidan rastilla birar paq-paq qichiqlab uxlatmadimi qandaq bu g'ojakamni? Soat 10 bo'lmayla asnaydi-ya." Potamxon og'zini tutib keldi. "Jiydilik bag'ni bo'shchag'imizlar hojam. Men degan to'miqi qirlaqli hojamnimi o'ltirs uxlaydigan, qopsi xo'rak tatadigan, mangsi muglaydigan, yuziga chivin qo'nsa, ko'mishkida qo'riydigan qilib qo'ydi." "Ahay!" Qadrdon rastilla ochiqlab qoldi. "Ishimda yo'q burchoq, po'qimni nimish qilsin deb, nimalan deydiganda maqsuddan. Demislar yataqim oldimamsa?" "Vay, to'xtay jigdichi," dedi Potamxon bigiz qo'lni jo'nab. "Xotandagi Ubilasan deydigan Katrishangdan necha qatim telefon kelib, oxiri mening yetkazib qo'yishimni topildi. Xotandan 32 mashina mal yo'lga chiqqaniga 2 kun bo'pti. O'g'irlik kash Xinjiang mehmonxonasiga tushdi ekan. Uqdingmi, Oqaytaxon?"
Ya Allah, Fatim Hoca. Her qitim xabar yetkizganda bir necha og'iz tillab xumbardan chiqib olmaslar, yegan nonlari po'kallarga sig'maydi, shundaqmi? Voy jinim-ey, kichikgina metava qilib qo'ysam, ta bo'ldingmi? Sindikning bolasi. Qadrdon yotqiga kirib, amdini chopinini silib turishi. Ishni chekmayla g'ayratjonda kirib keldi. Uning haraq ichib tangshilib qolganligi turqidan bilinib turardi. O santirilib kelgunicha elini selib karvatı tashlab qo'ygan chapinni oldida qadrdonning uchisiga tanladi. Kiyamani bo'ldiratma bula. G'ayratga kecha bir vaqt o'tib ketdi qara. Bu kecha nega bormas o'tog'ini? Voy, men seni do'zaxga apamanmi? Naychu 5-qavatga chiqamiz. Bir chog'da Elimjon Avoq Nurmat Pakarlarning soat 10dan keyin 5-6 qavatla nasha, xiroyin chakuvchilarning, qimarvoz, aroqkashlarning qaynon suruniga aylandi degan so'zlari esiga kelish bilan qadrdon har xil bahonalarni ko'rsatishga boshladi. G'ayratga bugun ovqat izlab 4 bozorni aylandim. Bak yerib ketdim. Shunga yerib ketgan bo'lsang, hardiqni chiqirdigan doğruba. Mana. Mijozim yo'q aka, rostini chiqolmaymi? G'ayrat ochiqlab qoldi. Soat 9dan beri yotiqni 10 qatim kelgandimi? Shuningni yuzini qilmamsa, men seni og'inlarimga maqtab 32 kishining to'kilib tushgidek bo'ldi juma. Ularning seni bir ko'gisi bor. Mana, yura. Meni rad qilma, mana. G'ayrat qadrdonni oldiga selib 5-qavatga elib chiqdi. Ular 8 kishilik yotoqqa qadam elish bilan qadrdon ixtiyorsiz eg'iz burnini tutib oldi. Ter, qasmoq put, maynat paypoq, usuruq puroqlari, tamaka, kandir, xiroyin islarga qo'shilib, qandoqdir qonsiq, yengdek sesiq, batbo'y puroq yotoqni o'z ilkiga olgan edi. Bir bulunda pal-pal qog'oz ustidan suv to'lg'ishib ko'tarilayotgan ko'mish rang isni neycha orqali bir nechasi navbatlashib sho'raydi. Pal-pal qog'oz ostiga o't yiqib berayotgan odam "Bo'ldi qiz, sen ikki sarangilik chakding" deb qo'yadi. Bosh ustida bir hazo taraqlagan qacha yerga dum qo'yilib, qayta ilinganda zo'zib o'tirgan bir qanchisining beshi birdilla bir yerga yig'iladi. Shish xalqi qaraydi. Ularning burun to'shiklari kengayib, ko'zlari chakchib, bir necha daqiqa nafaslari kesiladi. Texe ko'nglaklarini selib etib, maydasiga "Yoppirim Jamshid" deb qarsildatib urib, to'rt ushq etayotgan qamarvozlarning hech kim bilan parvoyi palak edi. 40 yoshlardagi taqir bosh, simburut bir odam ko'zlarini yumgunicha xuddi ikki olam lazzatini sho'rayotgandek uzun dastalik chilimda qopoqni xo'rtildatib nesh chekmoqda edi. O'tirdagi ikki karvatni juplab aroq ichayotgan odamlar g'ayratjondoning o'lpatlari bo'lsa kerak. Ko'zlarini alas-palas qilganicha qadrdonga qaradi. Qadrdonmi birli qarab oq serib, o'riq yuzini donxo'rak besib ketgan Ayso Xinanjarni. Qop-qora burati ikki javg'iyda yeyilib turgan uzun choch abay gittarni to'nadi. Shunga ular bilan salomlashib ko'rishdi. "O'zing kichik bo'lgan bilan qoltiskansan juma uka", dedi 60 yoshlar chomisidagi qo'rsaqliq, qo'sh engak, qoshlari sarg'ush, chiqir ko'z, yuzlari gardinandek qizg'ish kelgan odam. 10 so'm to'lab, g'ayratni go'r og'zidan qutqizib chiqishini kim o'ylagan? "Qadrdon uka", dedi g'ayrat lingshib turamay. "Sana zo'qlangan bu akimiz Urumchida barmoq bilan sanig'idek millioner boy Abdulbaqi Temurqulning chun o'g'li Abixon Mongo bo'ladi. Ular butunlay gilamchilik bilan beyg'on boylar.
Aka, dönkörek. Sen işkanzıla bulup, 5 yerde gelen dokunumuz var. Dedi Abixan lompa qo'ldagi romkini göplü ko'tarib. Zeriksan, tiriksan bağı. O dokanlarni ufuqlarim zahir lompa, bari lompalar bilan nodurimiz. Bo'ldi aka, cho'qim bir kuni berib ko'rib kelma. Qadrdonmi karvatning qirida o'tirdi. To'liqsizlik kirib, kayponlarni qochirib qo'ydimi qandaq? Nima deganing bu? Abixan lompa qadrdonga bir romka haraq tutdi. Qani, tanishib qoldik. Shuning sharif uchun birini ko'tarib ita. Kechiring aka, men shu hunarda yo'q. Qadrdon o'rnidan turib, olqinni ko'kirkiga qo'ydi. Hozirgacha ishchimlik, chekimlik degan ko'chalarga kirib boqmadim. Hey, kirmagan bo'lsang, endi kira. Dedi abay gittar buruqlariz. Mashina bilan 3-chi qatim juma. Bizning yuzimizni qilmasangmi mayli, lekin Abixan akamning hurmatini qilmasang sattur ha? As qadarda Abixan akamning qo'lini yandurma. Dedi g'ayrat. Er bilan ayolning farqi nima? Aysa Xenanjar chang yerdan tushdi. Kayib qilishda. Kayib qilmagan erni erdigil bo'landa. Ha, bilatsiz. Sorun so'rib qoldi. Taraf-tarafdan xijillik iskandisiga elish. Izzat tartquzish qatorliq besimlar bilan qadrdonga bir rinki ichirvatdi. Qadrdon go'yo bir opqur qo'qos yutib olgandek to'lg'inib ketdi. Heppalle, o'g'il bola. Boshmaltiqni chiqarib maqtadi Abixan. Ta bugungi kungacha bola saygigan desa kim deb g'ayvon havas qilib yuratdi. Mana bugun nesib bo'pti-ka. Divan ko'rishdik. Qani Allah, buni ko'tarib ita. Maqtash, ko'ptirish, chaqchaq, hazillar bilan qadrdonga 3 rumka haraq ichirvatdi. O shu kuni haraqni ichdi. Tamakini chekdi. Bo'libmi, ularning yaqinlarini tutib turib, Tova, Zuhur Gasiyaning qadrdon uchun Qo'ng'irtosh bozorini qonga bo'yilganligiga aqlim yetmaydi deganlari, ba'zilarining hozir Matrug'un Chelin, Nuradil Panoq, Tursun Kalla 4 bozordan to'zg'oqdek to'ziri. Endi ularning bu yerda turishi ajalga minib yurgandekli ish degan xulosa kalamlari. Oy, hozir Matrug'un Chelin odamlar bilan ishkirda cho'ng so'diga aralashib qoptimi deydigan parazda qadrdonning o'rutib qo'yg'ashqa ko'zga hech nima ko'rinmagan edi. Ichimlik ham chekimlikka aralashib qolgan qadrdonga dastlab kirgandagi badbo'y puroqlar burniga po'rumas bo'lib qolgan edi. O kayibchilikda pal-pal qog'oz, naychi bilan heroin chekayotganlarni, g'angzi chilimlarda xo'rtildatib nash so'rayotganlarni, shechxal, qimar o'ynayotganlarni, yumulib ketayotgan xunuk ko'zlarda xira-shira ko'rib turardi. Qadrdon atsi tomoqlari qurib, boshlari qiyib, o'rnidan xomush turdi. Uning ko'ngli elishib turardi. Ochiq chuchib, so'yiq salam bir nima ishkisi kelib, tomoqlarini chaqildatdi. Xuddi uning ichidagi pol silib bilib olgandek g'ayrat jonli atigandala lalanglab kirib keldi. Uning qatmuqat jigarlik cho'ng ko'zlari o'tqoshdek qizib, yuzlari ishq odamdek esilib ketgan edi. O karvatda yoki divanda o'tirmayla qadrdonning qo'lidan tatdi. Ha, yura. Ochiq chuchuk, so'yiq salam bir narsa ichib kelayli. Meni araq ichibdi. Sening mahaling xarabda qiladi. Sen Amirqing zul oyga qinama. Men koni kishandan O'snarxon Dajjalni birdan bo'lsin ko'rib olay. Ular qo'ltiqlashib ketayotganda qadrdon O'snarxon nima uchun koni kishandan bo'ladi deb so'ragan edi. G'ayrat qo'lini silkib, olvasti bilmamdo deb aytqili unmadi.
degandekla oshxonaga ikkisi qo'ltiqlashib kirib kelishi. Peshtaxta ichida o'ltirgan O'smarixonning chiroyi o'g'iyib, yengni yutgandek so'p-sur oqirib ketdi. Ular ayrimxonaga kirmay, oshxona zalida o'ltirishdi. Qadrdonni ko'rib, qizirib ketgan Zul'ay yerdan bosh ko'tarolmay qoldi. Xuddi o'lmak ustiga tepmak qilgandek qadrdonni ko'zlarini epqachib, nalargadir qarag'inicha gap qilib o'ltiradi. Uning bu holatini ko'rib, Zul'ay o'tqa tushgan qildek to'lg'ansa, O'smarxon xo'rliq his qiladi. Qara, ma'vo shavatchining qo'shqini. Tuninginki jadalni ko'ribla, ko'tini elib yuziga qo'yganmi? Uni bu jadalxo'r parakandilardan neriroq turay degani chiroydan bilinib turmandi. Texe 10 ming so'm pul olgan muallimining atoyitin izlab kelib qadrdonga o'chki yog'larini eritib ketishi va heliqi dehqonning bola saygiyan deb netchi pukilib ta'zim qilib kuchlanib ketishlarini ko'rib, bo'tila Zul'ayning mayli bo'lsa orlishiversin degan o'yga kelgan edi. Endi uningga yog'ochga ilib to'qnib emas. U divoniga tushib qolgan Zul'ay yo'q. Texe o'tganda g'ayrat jondoni soqchilar tutib ketganda uni pul bilan qutqizadigan Aysa Xenanjar, Abay Gitar, Zuhur Gasiyalarning ba'zisi Bejingda, ba'zisi Toshkentda ekanligini anglab, O'smarxon qanchalik xo'shal bo'lib ketmadi. Agar onasi bilan dadisi tirilib yenib kelgan taqdirdami unchalik hayajonga to'lmas edi. Bu qatam g'ayrat cho'qim nechilik kesilib ketdi. Hamma xaridorlar yanala mening qo'limga qaraydigan bo'ladi deb tog'dek ishongan edi. Biroq mushu o'zim mushtumdek qo'yriqi no'g'ishdak shumning uni 10 ming so'm pul to'lab aytishga olishni kim o'ylagan? O'smarixonning bo'chaqchi uxlisi tushidan mansi xiyoldan chiqmaydigan orzu armon imoratlarini kichikkina mushtum bilan birla urib to'pisini to'rpanga so'rayapti. Raskatni qilganda bu haromlik O'smarixonning eriqini emas, kushandisining eriqini chapdi. Bu hesabni sen Zul'ayning orqasiga lolni ishda kirib olib, yelinib, topallarni yalagan vaqtingda olma. Zul'aydek o'sin kamolga yetgan qizning orqasiga kimga kirmagan? Sen badrakmo shuning ichida. Bu jahon uzun jahon. Qani ko'rib boqay. O'smarixonning so'dsiz ko'z olaytib, eshigi to'p chashgan g'ayrat so'latvoz shovchining qachongacha qo'l cho'miqi ham do'mboqchisi bo'lasa. Mushkullarda uning quyruqidek bilinib yursin-a? Ehtimol g'ayratchanda uning O'smarixon oilasining chavusini chitqi yeyib ko'rsatib, kasat bozorda bir pulga arzon, 2 pulga qimmat qilyapti-mi texe? O'smarixonning g'ayratga o'chmanligi bir yildan beriqi ish edi. Musofir mehmonxonasi shaharning sirtidaroq bo'lg'achqa, bu mehmonxonaga tushgan xilali ko'p mehmonlar o'chqiroq isoq istitak ichidan Allohning jamolini ko'rdigan oshiqlar xiroin va nashini O'smarixondan oladi. Bu mehmonlarning hammasi degidek tijoratchilar edi. Ular savdodan omad kelsa xo'shallikdan, omad kelmay ofatga yuzlansa xafalikdan chekatdi yoki ichjatdi. Shunga qachon kirsa qimmat bo'lsa-mu nesiga berdigan O'smarixonning manfaat ko'llarini to'ldiradi. O'smarxon bir necha oyda bir qitim maylashgan daftarini ko'tarib, musofirlar mehmonxonasining yotoqlarini aylanib, nesiga yegan tomoq pulni yig'atdi. Mehmonlar bu chi yilpizning xuy paylini obdan bilgachkimi, pul topdimi, tomoq puliga atab elib qo'yadi. Biroq g'ayratchanda Bejingdan Aysa Xenanjar, Abay Gitar qatorliq alaklarini elib qachonki musofirlar mehmonxonasiga o'ndi. Shu chog'dan boshlab O'smarixonning diliga ko'rkirab kirayotgan manfaat sullari kundan kunga ozayib ketdi. Chunki g'ayrat o'sha musofirlar bilan birga yetib, birga qo'patdi. Kechalari ularni yo'ldan uzmay xijolatidan chiqardi. U har kechasi 4-chi, 5-chi, 6-chi qavatlarni cho'rgilab yurib, nurg'un mollarni yurishtirib o'tadi. Texe bahosi tuvan, soflik darajasi O'smarixonnikidan yaxshi edi.
O'smarxon qandaqdir kichik bolalarning tabletga dorilarni so'qib aralashtirgachqa melining sifat persenti to'van edi. O'smarxonning ichiga o'g'idek o'lib ketgan o'chmanliklari uni al qanchalik ochiq xiyolli qaynimga tashlaydi ekan. Bunisi noma'lum. Biroq paytaxtda oldiga pul to'lgili kelgan g'ayrat bilan qadrdon uning xiyollarini nalargadir to'zitib o'tdi. Bo'ldi g'ayratga men to'laytay. Qadrdon yanchqulun pul tanglibida g'ayrat uning qo'lini ittirib o'tdi. "Ta bo'ldi qila. Daqiqa o'tganda sen mehmon qilding-ku." G'ayrat pulni shartli elib paytaxtga tashladi. Lekin chiroyidan qora bulut ketmagan Husnarxon ichida "Qara, bu sho'chilarning bir-biriga takanni qilib ketganmi?" deb g'ijindi. Hatto u g'ayrat bilan qadrdan uzib ketguncha og'izlarini metildatib, nimadandir deb tillamoqda edi. Onasining alpozining yomonligini ko'rib turgan Zulay ularni uzitib orqasidan chiqa olmadi. Beliqut şirketida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun o'sharga changlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglitamiz. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.